Bu nafaqat oddiy brend, buni juda ma'nosi kuchli Infinity brendi bo'ladi deydi. Biza to'xtamay бесконечно o'zimizni mahsulotimiz rivojlantiramiz deydi. Ham Nissanni premium segment Infinity bo'ladi. Bugun sotuvimizda Infinity FX 35 restyling versiyasi 2009-yil полноценный crossover 4 g'ildirak tortadigan, объемi 3,5 litrli atmosferniy, taxminan расходi 15 dan 18 gacha, probegi esa 270 ming kilometr. Buni dizayni haligacha aktualniy desa bo'ladi. Primoy konkurent Captiva'ga, Nissan Qashqaiga o'zingizlar baho beringlar, ko'ringlar. Narxiga juda ham соответствовать qiladigani. Salonga o'tirganimizda mana bizda vid shunaqa ochiladi, juda ham гармоничный va приятный, особенно rangi темный bilan темно-коричневый, королевский bilan kombinatsiyada boshqacha emotsiya va boshqacha ощущение приятныйroq beradi. Hozir zavatini qilamiz. Bismillah. Qani 3,5 dvigatel o'zini ovozi bilan zavod bo'ladi. Interfeys ko'rishingiz mumkin. Zavodskoy shtatniy monitor, Infinity akustikskiy sistema bilan 12 ta dinamika va bitta zavodskoy subwooferlari bilan. Tomimizda stiklanniy lyuk, optitronniy tablo, полноценный multirul, adaptivniy kruiz kontrollari bilan, avtomat korobka, podogrev va obduv sideniyalar, 360 kameralar ham mavjud 2009-yilda. Qolgani opsiyalar kelganinglarda sizlarga отдельно tushuntirib beramiz. Har bitta olib sotganim avtomobilni idealniy degim kelyapti, to'g'ri. Bu ham sostoyaniya yaxshi, no probegi bor, yili bor. Buni hisobga olib kelasizlar, tekshirasizlar. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 12.900 ga sizlarga berib yuboramiz. Постоянный klient va bizning подписчиklarimizga обязательно skidka va bonuslar bor.